Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar. Mana bugun piyoz masterni bir qatorligi Raw Seeder R1 shuni obzorini so'ragansizlar, mana obzorini qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Nurilla, nechta nasatkasi bor? Nasatkalarimiz diametrlari har xil bo'lgan. Mana nasatkalarni sanaymiz. Mana o'zida bitta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta nasatkasi bor. 9 ta nasatkasi bor. Xo'p, bu nasatkalar nimasi bilan farq qiladi? Diametrlari bilan farq qiladi. Oraliq bitta sonlari ham bor. Mana bu yerdan boshlanganlari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tasi 12 talik nasatka. 12 ta chuqurchasi bo'lgan, diametri har xil bo'lgan. 12 ta 7 ta nasatka. Ikkitasida mana bunisida 10 talik chuqurcha bor, bunisida 6 ta chuqurcha bor. Diametrlarida farq bor. Har xil urug'larga moslashgan. Albatta, har xil urug'larga moslashgan. Sizlarga, qanqavlarga urug'lari bor. Bularni ham bemalol eksa bo'ladi. Bir qator qilib ekib beraveradi. Mana buning ichida to'liq sanalgan 100 ming dona urug' bor. 100 ming dona. O'sha 100 ming donani urug'i 1 gektar maydonga yetadi. Bular piyoz masterni bir ko'rsatingchi, nimalardan iborat? Mana bu yerda chuqur tuprog'i yorib urug'i tashib ketadigan qismi, bu yerda g'ildiraydan harakat oluvchi bu yerda sep qismi bor. To'xtang, hozir sep qismini ko'rsatamiz. Qani bu tarafga o'tamiz. Sep qismi bor mana. Oldi g'ildiraydan harakatni oladi, sep yordamida orqaga o'tkazadi, mana bunker tarafga o'tkazadi. Bu yerda mana yulduzchalarimiz bor. Xo'p, bu aylanganda, значит, nasatkani aylantiradi. Nasatkani aylantirib beradi. Tushunarli. Значит, bu qismi ochari, bu nimasi yopari. Bu tuprog'i yopib ketadi, urug' ustini yopib ketadi. Xo'p, men qanaqa chuqurlikda ekishimni qanday kontrol qilaman? Qanaqa chuqurlikka ekishni qarang. Bu yerda mana bu tuproq ochari o'rtada mana yerdan chiqib turadigan temiri mavjud. Bu temirini bu yerdan 0 holatda turibdi. Hozirgi holati 0. Bu yerga 1 sm bo'lsa 1 sm chizib olamiz, 2 sm bo'lsa 2 sm chizib olamizda, o'sha 1 sm belgilangan joygacha tushiramizda, mana yerda yaxshilab qotirib qo'yamiz. Xo'p, shunda endi mana bu qismini tushuntirib bering. Bu nima yulduzchalari har xil ekan. Mana yerda ham yulduzchalar turibdi. Endi qarang, urug'ni ekish oraliq masofalari bor. Xo'p, O'sha biz urug' ekish oraliq masofasini tanlashimiz uchun biz bu yerda mana yulduzchalar bor. Yulduzchalarni mana bu yerda jadval ko'rinib turibdi. Bizda 12 talik dedik. 12 ta chuqurchasi bor nasatkani qo'yadigan bo'lsak, 13 santimetrdan 5 santimetrgacha ekib berish imkoniyati bo'ladi. Nimani hisobiga? Mana yulduzchalarni bu alishtirish hisobiga. Agar 14 ga 9 qo'yadigan bo'lsak, 12 talik nasatkanimizda 13 santimetr ekib beradi. ya'ni qarang, mana tepadagi 14 bu bunker tarafda turgan yulduzcha. 14 degani nima degani? 14 ta Yulduzchanimizda 14 ta tishi bor. 14 ta tishli yulduzcha degani. Xo'p, 14 ta tishli yulduzcha bunker tarafda tursa, 9 ta tishli yulduzcha G'ildirak tarafga qo'yiladi. g'ildirak tarafga qo'ysa, mana tablitsa bo'yicha qaraylik, birinchi tablitsa. Shunda 12 talik nasatkamiz bizga 13 santimetr ekib beradi. Mana sariq bilan belgilangani zavodskoy turgan nasatkaniki, to'g'rimi? To'g'ri. Значит, bu yerda hozir 11 ga 11 lik yulduzcha turibdi. 11 ga 11 lik yulduzcha. 10 ta tishi bor, 11 ta tishi bor. Xo'p, bular turganda 12 talik nasatka ichida, mana 12 ta nasatka ichida, 12 talik bu 8 santimetr ekib beryapti. Xo'p, Nurilla, hozir bizda dehqon akalar ko'pchiligi eng qisqa masofani qancha ekadi degan savol beryapti. Hozir shu holatda shu nasatkalarimiz bilan eng qisqa necha santimetr ekib beradi? 5 santimetr eka olamiz. Hozirgi nasatkalar. Bizdagi bor nasatka bilan 5 santimetrdan ekib bera olamiz. Ya'ni agar biz hozir zakaz qilib 30 talik yo 20 talik teshik chuqurchalik nasatka olib kelsak,
3 va 2 2 santimetr. santimetrgacha ekish imkoniyati bo'ladi. Ha. Bu seyilka bilan kuniga qancha maydonni eksa bo'ladi? Chaqqon dehqon yigitlar bilan agar ishlanganda 2 gektar ekish mumkin. Xo'p, azizlar, mana hozir qantlarligini ekishini ko'ramiz. Uning uchun maxsus stolimizni chuqurcha qildik, urug'lar sakrab ketmasligi uchun. Qani, urug'lar sekin chuqurchaga moslab sal ko'taring. Ko'tarib qo'ying. Mana urug'larni ozgincha dumalaganini inobatga olsak, ekkani.